Xi Jinping'nin en yuqur derecelik əməldarını közünü yoxlaşı dünyanın diqqətini tartdı. Qadirli görmələrimiz, əlbəttə Xitayның siyasi asmında zor bir çaqmaq çaxtı desək buldu bu ötken həftə cəryanıda. Xi Jinping özünün oң qulu deb qaralğan, Xi Jinping'nin en yaxın sirdişi deb qaralğan, neçə 10 yıllık sirdişi bolğan aile dostu, nurgun bütün dünya xəbər axbarat vasitələrində intayın küçülük qulğulu qozğan bir xəbər amana məlum bolğandak Hərbi İşlər Komitəsinin müavin rəisi Zhang Youxianı bir gündəlik yıqıtdı. Bu faqat bir parixorluqqa zərb veriş hərəkətimi yoki Xitay Kompartiyasının içində biz görməyətqan bir qanlıq toqunuş barmı degan suallarni tug'dirdi. Hakimiyet qatlamidagi Xitoyning hakimiyet qatlamidagi ikkinchi numurliq shaxs va Xi Jinpingning eng yaqin sirdishi deb qaralgan Zhang Youxianning tuyuqsiz tozalanishi Beijingdagi yoshurun bir siyosiy o'zgarishning signalimi degandek savollarni albatta zihnimizga samay qolmaydi. Albatta xabarning oxirida bu vaqtimi doktor Erkin Akramning fikrini olamiz. Endi bu yerda 24 yanvar hammalar ma'lum bo'lgandek biz shu kunlam albatta muhim xabarlarimizdan baydoq bu xabarning tafsilotini Xitoyning eng yuqori general darajalik harbiy amaldori Zhang Youxianning uningga ortilgan jinoyatga qarab baqayli intizomga, qonunga ig'ir xiloflik qilish va nimalarni xalqaro axborot vositalarida yadro ma'lumotlarni Xitoyningki Amerikaga setish degandek nimalar bilan uningki tekshirilayotganligi e'lon qilingandi. Xitoy Hərbi İşlər Komitəsinin müavin rəisi və Xitoy Kompartiyası Mərkəzi Bürosunun əzası Zhang Youxian məzkur yuqur dərəcəlik əməlləri bilən Xi Jinping'nin qarşısında yuqur digimizdəki ikinci numurluq şəxs deyə qaralğan intayın muhim orundakı bir general ikənligi, Xitoy ikənligi köp təkidlənib, Xitoyda nimələr bolub degəndək nurgun analizlər köpləb tilgə elindi əlbəttə bütün axbaratlarda. Əmdə Xi Jinping hakimiyet beşiğe çıqqandan buyan yuqurga oxşaş intizamğa yoki parixorluqqa yoki undaq yoki bundaq degəndək közünü yo'qotmoqchi bo'lgan har qanday amaldarni mayli o harbiy bo'lsin yoki boshqa saviyadagi kompartiyaningki odamlari bo'lsin, bu shunday xilma-xil so'zlar bilan ko'zni yo'qotganimizga ma'lum bo'lgandek. Bir qism analizchilar bu şekilde Xi Jinping'ning amaldorlarni bu şekilde tozalab kelganligini bir qism analizchilar Zhang Youxianning tozalanishining hammadan ilgirki nurg'un amaldorlarning tozalanishidan bakrak hayron qolarlik bir masala ekanligini ta'kidlashmoqda. Zhang Youxian bilan bir vaqtda yiqitilgan yuqori darajalik amaldor Xitoy armiyasi birlashma bosh shtabining boshlig'i Liu Jinli bo'lib, u Xitoy Harbiy ishlar komitetining a'zosi edi. Masalan, shuni qarab baxsak, hazır Xi Jinping en başta harbiy kimligi bo'lmagan. Qolgan yuqori harbiy komitet 6 harbiydan tarkib topgan 6 a'zosi va mushu yaqinqi yillardan bu 5 ni yo'qotgan bo'ldi. Faqat birlam Jiang Zemin bu qilib qolgan bo'ldi Xi Jinping bilan. Bularni albatta nurg'un savol paydo qiladigan masala. Fransiya Dünya Gezisining analizida Zhang Youxianingki haqiqiy urush tajribasiga ega sanoqli harbiy amaldorlardan biri ekanligi, Xi Jinpingdan qolsa eng yuqori darajalik harbiy amaldor ekanligi, uning Xi Jinpingning yuksak darajada markazlashtirilgan huquqini ojizlatishga urinish bilan ayblanganligi qayd qilingan. Valkochisi gezisi bo'lsa Zhang Youxianning o'z atrofiga guruh to'plash, zo'r miqdorda pora elish, ma'lum amaldorning mudofaa ministrlik vazifasiga tayinlanishini qo'llash, masalan Liu Xiaofuni deyotdi. Eng ig'iri Xitoyning yadro qurol ambirining xalqiliq texnik uchurini Amerikaga ta'minlash bilan ayblanganligini ilgari surdi Valkochisi gezdi. Acaba Valkochisi gezida tilga olganda Xitoyning yadro qurol uchurlarining Amerikaga chiqib ketishi yoki setilishi, ta'minlanishi Xitoy armiyasidagi ishonch kirishisining qaysi darajaga yetganligini ko'rsatdi. Bu albatta o'ylashga tegishli masala. Ma'lum bo'lishicha 2022 yilda bekitilgan yangi bir navbatlik Xitoy Harbiy ishlar komiteti a'zolarining ichida yuqori deganimdek, hozir bu 6 harbiyning ichida 5 yo'qotilib, faqat mushu qoldi. Buni albatta birdamdan keyin suhbatimizda buningki analizlarini ham doktordan olamiz. Assalomu alaykum, doktor Erkin Akram. Aleyküm selam. Aldı bilan ko'p rahmat aytamiz ziyoratimizni qabul qilganligingiz uchun. Albatta doktor, bu hafta nihoyatda muhim xabarlarni boshdan kechirdik. Aldı bilan shu Xitoydagi
zor Xi Jinping'in etrafındaki bu yukarı derecelik generallarning bir-birlab qisqa vaqtning ichida yo'qotilishi bo'libmi 24 yanvar Xitoyning eng yuqori darajalik generallaridan Xi Jinpingga qarshi 2 nomerlik shaxs deb qaralgan bu Zhang Youxianinki va uning bilan o'xshash vaqtda Xitoy harbiy ishlar komitetining bosh shtab boshlig'i Liu Jinlininki bir vaqtda yo'qotilishi bu bütün dünya axborotlarida g'ulg'ul qo'zg'agan bir masala bo'ldi. Shunga hozir masalan shu harbiy komitetda faqat birlik Xitoy qolganligini ko'rib turyapmiz Xi Jinping bilan. Umumiy jihatdagi bu jiddiy o'zgarishni qanday qaraysiz, qanday analiz qildingiz? Xo'sh, bu keyingi 2,5 yildek vaqt bo'ldi. Xi Jinping o'zining o'stagan bu generallarni, ya'ni yuqori generallarni tozalash harakatini boshlaganligini ko'ryapmiz. Qaraydigan bo'lsak, buni tushunish pek qiyin bo'lyotdi. Çünkü bir chetda Xi Jinping o'zi bularni o'stirib ekegan, ya'ni bir chetdan o'zi bularni tozalab yo'qotishga tirishyapti, turmaga tashlayapti. Yuqori komutanlar generallardan bo'lgan He Weidongning o'limini hozir sababini belgili bo'lmaydi degandek, shundoq bilinmagan ahvollar paydo bo'lyapti. Yani normalde biz diktatör devlet bo'lg'achqa Xi Jinping hamma nimani qila oladi deb. Ama yani bir chetdan qaraydigan bo'lsak, bu harbiylar qo'lida askar bor. Askarning qo'lida qurol bor. Bu kuch Xi Jinping'dan mı üstün bir kuch deb o'ylaymiz, ama Xitoy devletiningki qurilmasiga dikkat qilsak, yani parti devlet deb bilgan bo'lsak, bu parti bütün kuchlarni boshqurdi hamdi. Hem siyasi güç, hükümet güç, devlet gücü, harbiy gücü, iqtisod gücü, hamma nimani istihbarat gücünü parti boshqurdi. Partinin beshida Xi Jinping var. Bundan başka şu harbiylarninki en yuqori boshqurish organı bo'lgan bu merkezi harbiy askeri komisyonunun umumiy boshlig'i Xi Jinping. O'zidan boshqa qolgan 6 kishi hammasi askar hamdi. Xi Jinping emas. Xo'sh. Shuningga bularni boshqara oladigan bir kuchga ega. Xitoyninki siyosiy an'analarga qaraydigan bo'lsak, ya'ni podshoh normalda shunday odamlardan foydalanib davlatni boshqarishga tirishadi, ama odamlarning orasida ba'zan da guruhlashma degan masalalar bo'ladi. Mayli Xitoyninki Sun sülalesi, Ming sülalesi deyli, hatta Manchur devleti deyli, bu devletke bağlangan, yani sarayının divanını teşkil kıldıgan bu yuqori seviyedeki emeldarlarınki arasındaki gruplaşma ve gruplaşkandaki grupların arasındaki bu uruş cideller hükümdar taraftan, yani padişah taraftan faydalanıyordu. Çünkü bu gruplaşmandan kim birbirini tamponlaştırış için, o tamponlukunu tutup duruş için bu grupların arasındaki cidelden faydalanıyordu. Misalga deyli, muşu qetim, yani 2-20 yıl, 3 yıldan beri bo'lgan jarayonda bu askerlerin arasında, yuqori emeldarların arasında 3 gruplar var. 3 grup birbirisiga karşı birbirisini şikayet kılıp kelgan. Xi Jinping bularni tankashlaştırib boshqurib kelgan, ama yana bir grupdan bu grupni qo'llab, yana bir grupni yo'qotish, yana bir grupdan foydalanib, yana bir grupni yo'qotib, hozir oxiri qolgan grup bu Zhang Youxia boshchiligidagi gruplar. Shuning bilan bu Xi Jinping oxir bir qarorga kelgan bo'lsa kerak, hammasini yo'qotib, hem de üzem bivas boshqaray deb o'ylagan bo'lsa kerak. Bu generallardan başka Xi Jinping şu Xitoyninki armiyasini 5 rayonga bölgen. Yani sharqiy, g'arbiy, janubiy, shimoliy ve orta rayonlardaki komutanlıklar var. Bu komutanlıkның beshidagi askerlarni, generallarni
Muşu Xi Jinping tayin qilgan. Demek ki Xi Jinping bu hazırki muşu merkezli harbiy komitesini kaldırıp Bivas bayağı degen 5 rayonun komutanlarını başkurduğun manda bir nime oyğu kelgen boz gerek dep oylayman. Hem de bunun bu hazır 7 kişinin 5'i kit kaldı. Hoş. Hazır bir boşluk var. Bu boşluğunu kaçan doldurdu. Eğer de toluqlıgan bolsa, demek ki konu perdisi bile başkurdu. Eğer de toluqlamaydigan bolsa, demek ki hazır men degендek Xi Jinping özü Bivas töven merkezinden emas, merkezden tövenge karta Bivas özü başkurdugan. Yani küşünü özge özünün koluga tutuş. Bolmasa bu harbiy bu merkezli komitedeki levle birlikte başkuruş onun gücünü acizlaştırıp koygandek ama o bir vas başkursa tegimi güçlük boludu. Yani diktatörlerinki bir alaytlığı o hem de bununki özgürlüğüne nereden körümüz degende ama 3. ayda Xitayning iki kurultay içildi. Şu kurultayda onundan keyin toluqlagan mı, toluqlamagan mı o vaqtida onundan keyin aniq ko'ra olamiz. Xo'sh. Hoş.